Mana shu yerda to'xtang, hozir siz bilan bitta narsani sinab ko'raman. Nimani sinaysiz? Mana. Magazin yangi pistolet oldim. Bibi, siz meni o'ydirmoqchimisiz? Yo'q, ishdan so'raydi. O'y javob bersin. Ashirda qimirdaman. Qimirdaman, bera keling. Tegdimi yo uyishdimi? Oyog'i tegdi. Oyog'i tegdi-ku. Da jamansa qimirdamang dedim-ku, boshingizga tegibdi. Boshingiz mo'ljal qilgan. To'xtang, dajon. Nima qilyapsiz? Sigaret chekaman. Ha, shuni uyda cheksangiz ham bo'ladi. Nimaga ko'chada chekyapsiz? Nima uyda chekaman sigaret? Ha, uyda chekavering, siz ham mojna, kiring uyda chekavering. Kiring, bemalol. Yo'q, men uyda chektirmaydi. Kiravering, tamom, siz ham bemalol, siz ham mojna. Dajon, kiring. Shu yerda cheking, qaymi? Bemalol. Yo'q, men o'ylamoqchi. Hamsa, Ha, Ismat. yoningizga bitta ish bilan kelgandim. Nima ish, nima gap? Qanaqa do'qsiz ekansiz? Duxi sepganim yo'qmi? Ha? Xotinim hozir ko'pimni parashyukidan ketirib berganman. Nima qiladi bu? Bu ketmaydigan dog'lar tez ketkazadi. Bunisi men yoqtiraydigani. Bunisi nima? Bu ko'pimni kapsulasi. Kiyimlardan 72 soat xushbo'y hid kelib turadi. Mana sakura cherriligi, giyosligi. Hiddan kiyimim hiddan bitta. Qanday? Shuni yedim bu. Ana shuni yeydi. Qayerda ishlab chiqariladi? Bu Koreyada ishlab chiqariladi. Menga ham bering. Mana. Hey, mana qarang. Ha? Gapingizni chiqib ketdi. Nima gap? Kuyovim meni o'ldirmoqchi. Mana shu kuyoving bilan jonima tegding, Ismat. Darrov uyda sochma qo'yardi oyog'i. Rostdan. Ha? Gaz balon tagida toz qoldi o'ldiribdi meni. Shunga bir tuzoq qo'yaylik, iltimos. Zo'r tuzoq bor kuyovingga. Qanaqa tuzoq? Yur ketdik. Yo'q, sizlar bitta zo'r qiz topdim. Jillimisiz qizingiz zo'r o'ldiradimi? Qizim aytdim, mujukchaga. Seryozni. Shuncha o'ldirmoqchi o'ldingiz ham hech kim aytmadim. Bunisini ham aytdim. Aytmaysizmi? Yo'q, mana. Qani qiz? Mana o'qi to'xtabdi. Oho. Boring, bosing. Yerda Bosing. Sen nima gap? Ana qiz to'g'riladi. Qizingizga telefon eting. Tez telefon eting. Alo. Qizim tezki. Ering zapar bo'lyapti. Tezki. Erkagi ayol o'ldiradi. Ana bunday bo'ladi.